Qo'qonliklar nima ish qilyapti? Mana bu jivoy 3 ta tuxum, shashlik qilib pishirib beraman deyapti. Hozir ko'ramiz. Mana bittasini ol. Nechta tuxum? 600 so'm. Yorsoy jalkami? Ya lekin jivoy tuxum. Mana restoratorman. Pishirib beramiz deyishyapti bolalar. Mana pishirib bering. Haqiqatan bittasi yuvarib ko'ring. Ya bo'ldi, mana pishirib bering. Bo'ldi. Mashim bitta. Hop, mayli, muammo yo'q. Bizga shashlik qilib pishirib beringlar. Men anaqada bo'lganman. Maldiva, Indoneziya, Baluli shashlik yeganman. 8 oyog'on shashligini ham yeganman. Tuxumligini birinchi marta ko'rishim. Mana qarang. Qara. Buni Facebookka qo'yamiz hozir. Reklamasi bilan. Qo'y. Qolgan shashlik ko'rsat. Ya bo'ldi, tushundim. Jivoy tuxum lekin. Chiqib ketyapti. Bo'ldi, ko'ryapmiz. Olov ham tayyor. Bu o'chirma. Bu tarixiy sahifa. Unga solmay faqat tuxum. Shunga solasizmi? Shunga solma. Mazgi yo'q. Ko'mirga bir narsa qildi, qo'yibdi. Ko'mirda kuyib tayyor bo'lish kerak. Ana qara. Ana bu oqib ketmaydi bu. Ko'rdingmi? 500 so'mga xeyxaxa bo'ldi. Ana. Bo'ldi. Qotib yordi lekin ichkarida kimdir. Qotib o'tirgan ekan lekin. Gap yo'q. Tashkilliklar ko'rib qo'yinglar. Yo'q, siq ekan. Bular ham mashinnik siq qo'yib qotdi. Ko'rganlarini qo'ydi. Nimaga desangiz, siqni isitib tursangizda o'sha joyda qattiq oqib ketmaydi. Olov qo'yishini qara bularni, pasiyligiga qara. Yollamachasi qo'yapti. To'g'ri qo'ymayapti. Nimaga desangiz, ozroq qo'yish kerak ekan. Mana bu joyini qara. Siqga olov qo'yapti. Armanlar yana ham yo'q bunaqa narsa. Istidod kerak ekan bunga. Ijod, tahorat, shashlik qani? Go'shtni shashlik bering. Yo'lda tushun. Ya ta'am oldi. Voy, tuxumdan shashlikni ko'rib olinglar. Bunisini ham ko'rdik. Obke.